Men Dubayda atir biznesini ochishim uchun maksimal qancha pul tikaman? Biznes modelingizga qarab $5000 dan $50000gacha sarmoya talab qiladi. Optim savdo yoki brend ochishga qarab byudjet o'zgaradi. Menga bu biznesdan qancha foyda keladi? To'g'ri strategiya bilan 30% dan 70% gacha foyda ko'rish mumkin, ba'zi hollarda undan ham ko'p. Dubaydan atir olib kelish qanchalik foydali? Dubay atir industriyasining markazlaridan biri. Sifatli xomashyo va arzon narxlar bu biznesni juda ham rentabilni qilib beradi. Atir biznesini boshlash uchun litsenziya kerakmi? Ha, qonuniy ishlash uchun litsenziya talab qilinadi. Ammo to'g'ri yo'l bilan bu jarayon tez va oson hal bo'ladi. Optim savdo qilish yaxshimi yoki donalimi? Optim savdo pulni tez aylantirishga yordam beradi, chakana savdo esa ko'proq foyda olib keladi. Eng yaxshi variant ikkalasini birga yuritish. Bu biznesni noldan boshlasam bo'ladimi? Albatta, to'g'ri yo'nalish, ishonchli ta'minotchi va kuchli marketing bilan noldan ham muvaffaqiyatga erishish mumkin. Siz orqali atir biznesini ochgan biznesmenlar bo'lganmi? Albatta, biz orqali juda ko'p tadbirkorlar atir biznesini Birlashgan Arab Amirliklarida yo'lga qo'yib, eng qisqa zamonda o'z brendligini rivojlantirib, juda katta barqaror daromadga kirishgan. Siz ham to'g'ri yo'lni tanlasangiz, eng qisqa zamonda katta natijalarga va yutuqlarga erishasiz.